Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan har doimgidek Jamshid Chimgan. Chimganga 25-yil traktorlarimiz kelishi davom etmoqda. Bugungi obzorimizda SF56 kuchli traktor. Bu traktorimiz 4 ta portion hamda 56 kuchiga ega bo'lib, oldi, orqa 4 ta balon hammasi tortadi hamda 60-70 agatlarga tushadi va vom oboroti 540 ming oborotda bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Oldida mana bunaqa toshlari bor. Toshlari 60 kilo. Orqada mana vomlari bor. Orqasida навесной оборудованияsi. Bu ham bosadi, ham ko'taradi. Vom oboroti o'sha aytganimdek 540 ming. Bemalol hamma ishlarni siz xohlagandek ishlatsangiz bo'ladi. Ichiga o'tadigan bo'lsak, ichida bu traktorimizning afsuski konteyneri yo'q. Faqat pechkasi bor. Lekin hamma qulayligiga ega bo'lgan pechaklar. Пониженный, повышенный, скорость, vomniki, mikrofon, radio, hamma narsasi bor. Hatto lyuklari ham bor. Ko'rsangiz bo'ladi. Buni hozir video davomida ko'rsatamiz. Bu traktorimiz o'zini segmentida, ya'ni 56 kuchli traktorlarning ichida eng hamyonbop, eng qulay traktorimiz bo'lib turibdi. Hamma SF modelini biladi. O'zi baquvvat traktorlardan hisoblanadi. Bu traktorimizning ham narxi 13 ming dollar belgilangan. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Endi buni ukasi bez kabina variantiga o'tamiz. Mana hurmatli obunachilarimiz, o'sha aytgan SF56 kuchli traktorimizning bez kabina varianti. Bu ham xuddi o'sha 4 ta portion 56 kuchiga ega. Vom oboroti 540 ming. Buni eng zo'r tarafini bilasizmi nima? Narxida. Oxirida aytamiz narxini. Hozir shu traktorlarimizni ko'rsatmoqchiman. Bu o'sha o'zi SF504 desa hamma biladigan traktorimizning mini varianti hisoblanadi. Ko'p obunachilarimiz o'zi shundoq ham biladi. SF504 16 yildan beri olib kelayotgan bo'lsak, bemalol sinovdan o'tgan, hamma bilgan o'sha traktorni ukasi desangiz ham bo'ladi. Farqi nimada desangiz, farqi shu vesida akalar, vesida. Ves traktoriga bilasiz muhim. Boya aytganimdek, eski modelimizning katta modeli 2200 kilo deb kelganmiz. 2200 kilo bo'lsa, buni vesi sal kamroq, 1800 kilo. Ixchamroq. Eski modeli 3,5 metr bo'lsa, bu 3 metr, uzunligi eniga 1,5 metr. SF304'larimizdan ko'rgansizlar-ku. Taxminan o'shanaqa razmerda desak ham bo'ladi. Zato 56 kuchi. Eng qiziq joyi aka, bu narxida. Narxi xuddi o'sha 304'imizning narxidan почти 9500 dollarga berib yuboramiz bu traktorimizni. 56 kuchli traktor menimcha SF uchun bunaqa narx bo'lmagan akalar. Shikalat narx. Ulgurib qolinglar. Kimga kerak bo'lsa, qiziqtirgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing.
Sizlar bilan har doimgidek Jamshid Chimgan O'zbekiston hosilingiz kafolat. Mana hurmatli obunachilar, traktorimiz haqida barcha ma'lumotga ega bo'ldinglar. Endi navbat test drive'ga.